Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan ko'rishganimizga xursandmiz. Kafillarni yopishtiryapmiz mana. Hozir o'zimizni Toshkent kafillar, biz hozir Qirg'izistonda joylashganmiz, o'sha shahrida. Har bitta kafilda alohida individual yondoshib sura olamiz. Devorlari gruntovka qo'yganmiz. Sementoy qumshoq qilib, qirgandan keyin gruntovka qo'yish shart. Chunki tezda sevgi qolmaydi. Shukaga loyiq bemalol yopishtirgani imkoniyat beradi. Agar tezda shim olsa, tezda seriya qurib oladi. Kafilda ham shu, devorda ham shu. Bemalol kafil yopishtirgani imkoniyat bermaydi. Birinchi yupqa arz berib olamiz kilayni, ham devorga, ham kafilga. Keyin sal qanaroq qilib beramiz. Kilay yaxshiroq yopish uchun. Endi qanaroq qilib beramiz. Tarag'imiz, gribekamiz 0.8 lik. Yopishganda 5 mm qoladi. Taraqa qilsangiz, tagiga ham loy tegishi garantiyali bo'ladi. Shu tarzda ishlar davom ettiramiz. Sog' bo'la, salomat bo'la, obuna bo'lganlar obuna bo'lamiz. Kuzatib borishda davom etinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.